Assalomu alaykum. Ushbu ko'rib turgan maydoningiz bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Agrobank hamkorligida Qashqadaryo viloyatining Qamash tumani Odoqchanbuz mahallasining 339-kontur maydoni hisoblanadi. Bu maydonda brokkoli karam mahsuloti ekilgan va ushbu mahsulot ekish maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekilgan va parvarishlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotix yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Nurmanova Xurshida fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 15 tonna, jami 10 gektardan 150 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.